Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya olib turib ishlayotgan ota-onangiz, yaqinlaringiz bo'lsa, bugungi mavzu siz uchun juda muhim. Chunki qayta hisoblash qilindi degan gapni ko'pchilik eshitadi. Lekin kimga qilindi, kimga qilinmadi? Nima uchun miqdor oshdi yoki o'zgarmadi? Buni hamma ham aniq tushunmaydi. Aynan shu noanilik odamlarni eng ko'p qiynaydi. Men ham ishladim-ku, nega pensiyam oshmadi? Qo'shnimga qayta hisoblash bo'libdi, menga nega bo'lmadi? Ish stajim qo'shildimi yoki yo'qmi? Degan savollar juda ko'p. Men bugun sizga shu masalani oddiy, lekin huquqiy va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir ishlovchi pensionerga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan xodimga va ish beruvchilarga ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p uchraydigan xatolar va pulingizga bevosita ta'sir qiladigan nozik jihatlarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Avvalo, qayta hisoblash deganda nimani tushunamiz? Qayta hisoblash bu pensiya yoki ayrim to'lovlar miqdorini yangi ma'lumotlar, yangi ish staji, yangi ish haqi ma'lumotlari yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar asosida qaytadan ko'rib chiqish degani. Ya'ni pensiya bir marta tayinlandi, shu bilan umrbod o'zgarmaydi degan fikr noto'g'ri. Ba'zi holatlarda pensiya oshirilishi, ba'zi holatlarda esa faqat indeksatsiya qilinishi mumkin. Oldin ko'pchilik ishlovchi pensionerlar uchun eng katta muammo shunda edi. Odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Har oy maoshidan soliqlar, ijtimoiy ajratmalar, pensiya tizimiga tegishli to'lovlar ushlab qo'linadi. Lekin bu ishlagan davrim keyin pensiyamga ta'sir qiladimi degan savol ochiq qolardi. Ba'zi odamlar hujjat topshirmagani uchun, ba'zilar ish beruvchi ma'lumotlarni to'liq kiritmagani uchun, ba'zilar esa qaysi muddatdan keyin murojaat qilish kerakligini bilmagani uchun o'ziga tegishli qayta hisoblashdan foydalana olmagan. Hozir esa elektron tizimlar, mehnat daftarchalarining raqamlashtirilishi, ish haqi va soliq ma'lumotlarining idoralararo almashinuvi sababli ko'p ma'lumotlar avtomatik ko'rinadigan bo'ldi. Lekin bu hamma narsani davlat o'zi qilib beradi. Men hech narsa tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Eng katta xato aynan mana shu joyda. Chunki tizimda ish staji ko'rinmasligi, ish beruvchi noto'g'ri kod bilan ma'lumot yuborishi, eski yillardagi arxiv ma'lumotlari yo'q bo'lishi. Familiya o'zgargan bo'lsa, ma'lumotlar birlashtirilmasligi mumkin. Natijada odam ishlagan bo'lsa ham qayta hisoblashda uning barcha davrlari inobatga olinmasligi ehtimoli bor. Asosiy masala shuki, qayta hisoblash hamma ishlayotgan odamga bir xil tartibda qilinmaydi. Bu yerda muhim shartlar bor. Ishlashning o'zi yetarli emas. Qaysi davrda ishlagan, rasmiy ishlaganmi? Ish haqi to'liq ko'rsatilganmi? Pensiya tayinlangandan keyin staj to'planganmi? Qancha muddat o'tgan? Kerakli hujjatlar bormi? Mana shu omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Asosiy qism 1. Kimlar bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa bo'ladi? Birinchi navbatda qayta hisoblash masalasi pensiya olib turib rasmiy ishlayotgan fuqarolarga tegishli. Masalan, erkak kishi yoshga doir pensiyaga chiqqan, lekin maktabda qorovul, korxonada mutaxassis, zavodda usta, xususiy firmada hisobchi yoki shifoxonada texnik xodim bo'lib ishlashda davom etmoqda. Yoki ayol kishi pensiyaga chiqqanidan keyin bog'chada tarbiyachi yordamchisi, poliklinikada hamshira, do'konda sotuvchi, oliygohda o'qituvchi bo'lib ishlayapti. Mana shunday holatlarda savol tug'iladi. Pensiya tayinlangandan keyingi ishlagan davr pensiyaga qo'shiladimi? Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Aytaylik, Aqmalaka 2020 yilda pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning 30 yil ish staji va ma'lum bir o'rtacha ish haqi hisobga olindi. Lekin u pensiyaga chiqqanidan keyin ham 2021, 2022, 2023 yillarda korxonada rasmiy ishladi. Har oy maosh oldi. Maosh bo'yicha hisobot topshirildi. Agar qonunchilikdagi shartlar bajarilgan bo'lsa, u keyinchalik shu qo'shimcha ishlagan davr hisobiga pensiyasini qayta hisoblatish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda muhim narsa, ishlash faqat og'zaki bo'lmasligi kerak. Men falon joyda ishladim, lekin hujjat yo'q deyilsa, pensiya organi buni hisobga ola olmaydi. Ish staji rasmiy tasdiqlanishi kerak. Ikkinchi toifa. Pensiya tayinlanganda ayrim ish davrlari hisobga olinmay qolgan odamlar. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, Dilbar opa pensiyaga chiqqanda 1995-1992 yillardagi bir korxonadagi ish staji arxidan topilmagani uchun hisobga kirmagan. Keyinroq u arxiv ma'lumotnomasini topdi yoki sobiq korxonaning hujjatlari davlat arxiviga topshirilganini aniqladi.
Mana shu holatda ham qayta hisoblash talab qilinishi mumkin. Bu ishlovchi pensioner bo'lishi shart emas. Lekin mavzumuzdagi ishlovchilarga qayta hisoblash masalasida aynan rasmiy ish davrini tasdiqlash muhim. Uchinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin yuqoriroq ish haqi olgan shaxslar. Ba'zida odam pensiyaga chiqqunga qadar kamroq ish haqi olgan bo'ladi. Keyin pensiyadan keyin tajribali mutaxassis sifatida yuqoriroq lavozimda ishlaydi. Masalan, Nabi aka pensiyaga chiqqunga qadar o'rtacha 3 million so'm maosh olgan. Pensiya tayinlangan. Keyin u xususiy korxonaga bosh muhandis bo'lib o'tib 7 million so'm maosh ola boshlagan. Bu yangi ish haqi har doim ham avtomatik ravishda pensiyaga to'liq qo'shilib, katta o'sish beradi deb o'ylamaslik kerak. Chunki pensiya hisoblashda ish haqi bo'yicha chegaralar, koeffitsiyentlar qonunda belgilangan me'yorlar bo'ladi. Ammo baribir agar shartlar bajarilsa, qayta hisoblash natijasida pensiya miqdori oshishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Eng avvalo rasmiy ishlayotgan, lekin shaxsiy kabinetda ish staji ko'rinmayotgan odamlar. Hozir ko'p ma'lumotlarni MyBoka.uz soliq organlari tizimi yoki pensiya jamg'armasi xizmatlari orqali tekshirish mumkin. Agar siz bir korxonada ishlab yuribsiz, lekin tizimda sizning ish joyingiz, ish haqi yoki mehnat shartnomangiz ko'rinmasa, bu kelajakda muammo bo'ladi. Chunki qayta hisoblash paytida men ishlaganman degan so'z emas, elektron yoki hujjatli dalil ishlaydi. Ikkinchi xavotirli holat konvertda maosh olish. Masalan, odamning rasmiy maoshi 1 million so'm qilib ko'rsatilgan, lekin qo'liga 4 million so'm beriladi. Pensiya qayta hisoblashda 4 million emas, rasmiy ko'rsatilgan 1 million inobatga olinadi. Ko'pchilik buni kech tushunadi. Ishlayotganda baribir pulimni olayapman-ku deydi, lekin pensiya, kasallik varaqasi, ta'til puli, kompensatsiya, kredit tarixi hammasida rasmiy maosh asos bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, rasmiy maosh kam ko'rsatilgan joyda ishlash bugungi kun uchun qulay ko'rinsa ham ertaga katta yo'qotishga olib keladi. Uchinchi xavotirli toifa eski davrlarda ishlagan, lekin hujjatlari tartibsiz odamlar. Mehnat daftarchasida muhr xira, buyruq raqami yo'q, ishga qabul qilingan sana boru, ishdan bo'shagan sana yo'q. Korxona nomi o'zgargan, arxi qayerda ekani noma'lum. Bunday holatda qayta hisoblash cho'zilishi mumkin. Lekin bu umuman imkonsiz degani emas. Arxi ma'lumotnomalari sud orqali ish stajini tasdiqlash, guvohlar ko'rsatmasi kabi yo'llar qonunchilikda nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Faqat har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Kim xavotir olmasa bo'ladi, agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz. Rasmiy qo'shimcha staj yoki ish haqi bo'lmasa, qayta hisoblash aynan ishlagan davr bo'yicha bo'lmasligi mumkin. Lekin bu sizning pensiyangiz umuman o'zgarmaydi degani emas. Pensiyalar davlat tomonidan indeksatsiya qilinishi, bazaviy miqdorlar o'zgarishi, qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Bu boshqa masala. Bugungi mavzuda esa aynan ishlaganlik asosida qayta hisoblashni tushuntiryapman. Yana bir misol. Malika opa 2020 yilda pensiyaga chiqdi. Keyin 6 oy do'konda ishladi, lekin mehnat shartnomasi tuzilmagan, maosh naqd berilgan. U 2024 yilda shu 6 oyimni qo'shib bering desa, muammo paydo bo'ladi. Chunki hujjat yo'q. Endi boshqa misol. Sobir aka pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil maktabda rasmiy qorovul bo'lib ishladi. Har oy maosh hisoblandi, soliq hisobotlari topshirildi. Mehnat shartnomasi elektron ro'yxatdan o'tgan. Bu holatda qayta hisoblash uchun asos ancha kuchli. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hamma ishlagan davr ham bir xil natija bermaydi. Ba'zan odam 2 yil ishlaydi, lekin pensiyasi juda oz oshadi. Ba'zan esa bir nechta hujjat topilgani sababli ancha sezilarli o'zgarish bo'ladi. Nega? Chunki pensiya hisoblashda faqat staj emas, ish haqi, qonundagi minimal va maksimal chegaralar, pensiya turi, tayinlangan sana, imtiyozli shartlar ham ahamiyatga ega. Birinchi nozik shart pensiya turi. Yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xil hisoblanmaydi. Masalan, ishlovchi yoshga doir pensionerning qo'shimcha staji qayta hisoblashda bir tartibda ko'riladi. Nogironlik pensiyasi oluvchi shaxsning ishlashi esa boshqa oqibatlarga ega bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda nogironlik guruhi, mehnatga layoqatlik darajasi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosalari ham tekshiriladi. Shuning uchun qo'shnimniki oshdi, meniki ham shunday oshishi kerak degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. Ikkinchi nozik shart ish staji muddatining yetarli bo'lishi. Qonunda belgilangan tartibga qarab, qayta hisoblash muayyan davrdan keyin yoki muayyan shart bajarilgandan keyin qo'llanilishi mumkin. Masalan,
1-2 oy ishlaganlik ba'zan pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilmasligi mumkin. Agar odam bir oy rasmiy ishladi va darhol pensiyamni oshiring desa, amalda natija chiqmasligi ehtimoli katta. Lekin 2 yil yoki undan ko'proq rasmiy ishlagan davr bo'lsa, bu allaqachon tekshirishga arziydi. 3-chi nozik jihat. Ish haqi baland bo'lsa ham oshish cheklangan bo'lishi mumkin. Men ko'p uchrataman. Odam men 1 million so'm maosh oldim. Nega pensiyam 2 barobar oshmadi deb so'raydi. Pensiya tizimida ish haqi ma'lum tartibda hisobga olinadi. Hammasi to'g'ridan-to'g'ri birga bir qo'shilmaydi. Bundan tashqari pensiya miqdorida maksimal cheklovlar hisoblash bazasi o'rtacha ish haqi tanlanadigan davrlar bo'lishi mumkin. Demak, yuqori maosh qayta hisoblash uchun foydali bo'lishi mumkin, ammo kutilgan darajada katta o'sish bermasligi ham mumkin. 4-chi nozik jihat ish beruvchi xatosi. Bu juda og'riqli masala. Masalan, korxona xodimini rasmiy ishga olgan, lekin elektron mehnat shartnomasini vaqtida kiritmagan. Yoki stir, JSHIR raqam noto'g'ri kiritilgan. Yoki hisobotda xodimning maoshi boshqa o'yga tushib qolgan. Bunday xatolar keyinchalik pensiya qayta hisoblashda staj ko'rinmayapti degan muammoga olib keladi. Shuning uchun ishlovchi pensioner har 3-6 oyda o'z ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Bu ortiqcha ehtiyotkorlik emas, bu o'z pulingizni himoya qilish. 5-chi nozik jihat, norasmiy qo'shimcha ishlar. Ko'pchilik pensiyadagi odamlar bozorda savdo qiladi, uyda tikuvchilik qiladi, qo'ni-qo'shniga xizmat ko'rsatadi, mashina bilan odam tashiydi, repetitorlik qiladi. Agar bu faoliyat qonuniy rasmiylashtirilmagan bo'lsa, pensiya qayta hisoblashda oddiy ish staji sifatida kiritilmasligi mumkin. Agar siz o'zini o'z band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, unda ijtimoiy to'lovlar, ro'yxatdan o'tgan davrlar va qonundagi tartib muhim bo'ladi. Bu yerda ham faoliyat qildim degan gapning o'zi yetarli emas. Rasmiy maqom va to'lovlar bor yo'qligi qaraladi. 6-chi nozik jihat. Pensiya tayinlangandan keyingi davr bilan pensiyagacha bo'lgan davrni aralashtirmaslik kerak. Pensiyagacha bo'lgan eski ish staji topilsa, bu bir turdagi qayta hisoblash. Pensiyadan keyin ishlagan davr qo'shilsa, bu boshqa holat. Ikkalasining hujjatlari ham, asoslari ham farq qiladi. Masalan, 1990 yildagi ish stajingizni qo'shish uchun arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 2023 yildagi ish stajingiz uchun esa elektron mehnat shartnomasi va soliq hisobotlari yetarli bo'lishi mumkin. 7-chi nozik jihat, murojaat qilgan sana. Ba'zi to'lovlar murojaat qilingan kundan yoki keyingi oydan boshlab qayta hisoblanadi. Ba'zilari esa huquq paydo bo'lgan davrdan hisoblanishi mumkin. Bu farq juda muhim. Agar siz 2 yil kutib yursangiz, hammasini orqaga qaytarib berishadi deb o'ylamang. Har bir holatda muddatlar bor. Shuning uchun men doim aytaman, shubhangiz paydo bo'ldimi, darhol tekshiring, yozma murojaat qiling, javob oling. Endi sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, o'zingizning ish stajingiz va rasmiy ish joylaringizni tekshiring. Buning uchun MyBot.uz orqali shaxsiy kabinetga kiring. Elektron mehnat daftarchasi, mehnat shartnomalari, ish beruvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlarni ko'ring. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qanday hisoblanganini aniqlang. Siz pensiyamni qanday davrlar asosida hisoblagansizlar, qaysi ish stajlarim kiritilgan, qaysi ish haqi davri olingan deb so'rashingiz mumkin. Eng yaxshisi og'zaki so'rab chiqib ketmang. Yozma ariza bering yoki elektron murojaat yuboring. Yozma javob keyinchalik sizga dalil bo'ladi. 3-chi qadam, hujjatlarni to'plang. Sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, JSHIR pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, elektron mehnat shartnomasi bo'yicha ma'lumotlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomasi, buyruqlardan ko'chirma, korxona tugatilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi yoki arxiv manzili haqida ma'lumot. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat ham kerak bo'lishi mumkin. 4-chi qadam, ish beruvchidan ma'lumotlarni to'g'rilashni talab qiling. Agar siz ishlagan davr tizimda ko'rinmayotgan bo'lsa, avvalo kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Mening elektron mehnat shartnomam kiritilganmi? Ish haqi hisobotlari to'g'ri topshirilganmi? JSHIR raqamim xato ketmaganmi deb tekshiring. Agar xato bo'lsa, ish beruvchi uni tuzatishi kerak. Pensiya organi ko'p hollarda ish beruvchi yuborgan rasmiy ma'lumotlarga tayanadi.
Beshinchi qadam, arizada talabni aniq yozing. Masalan, pensiya tayinlangandan keyin ishlagan davrlarimni va rasmiy ish haqi ma'lumotlarimni inobatga olgan holda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar eski staj bo'yicha murojaat qilsangiz. Pensiya tayinlash vaqtida hisobga olinmagan falon yillardagi ish stajimni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini yozing. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazorat qiling. Murojaat qildim, endi hammasi bo'ldi deb yurib ketmang. Qabul qilingan sana, murojaat raqami kim qabul qilgani, qaysi muddatda javob berilishi kerakligini yozib oling. Agar javobni rad etish bo'lsa, rad etish sababi aniq ko'rsatilishi shart. Asos yo'q degan umumiy gap sizni qoniqtirmasligi kerak. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr tasdiqlanmagan? Qaysi norma asosida rad etildi? Buni so'rang. 7-qadam, agar haqligingizga ishonchingiz komil bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilishdan qo'rqmang. Ba'zan arxiv hujjatlari topiladi. Ba'zan ish beruvchi xatosini tan oladi. Ba'zan esa pensiya organi qo'shimcha tekshiruvdan keyin qarorini o'zgartiradi. Eng muhimi, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Men 20 yil ishlaganman degan gap hurmatga loyiq. Lekin tizimda u ko'rma yilning har biri tasdiqlanishi kerak. Yana bir amaliy maslahat, har yili kamida bir marta pensiya va ish staji ma'lumotlaringizni tekshirib boring. Ayniqsa, pensiyaga yaqinlashgan odamlar buni oldindan qilishi kerak. Pensiya yoshiga yetgandan keyin hujjat izlab yugurish juda qiyin. Korxona tugatilgan bo'lishi, arxiv boshqa viloyatga o'tgan bo'lishi, hujjatlarda xatolar bo'lishi mumkin. Oldindan tekshirsangiz, vaqt ham, asab ham, pul ham tejaladi. Agar sizning pensiyangiz qayta hisoblangandan keyin oshmagan bo'lsa, darhol menga nohaqlik qilishdi deb xulosa qilmang. Avval hisob kitobni so'rang. Ba'zan qo'shimcha staj pensiya formulasida juda kichik ta'sir beradi. Ba'zan esa oldin pensiyangiz maksimal chegaraga yaqin bo'lgani uchun yangi ma'lumotlar katta o'zgarish bermaydi. Lekin hisob kitobni ko'rmasdan turib xulosa chiqarish ham noto'g'ri. Siz raqamlarni bilishingiz kerak. Oldingi staj qancha edi? Yangi staj qancha bo'ldi? Qaysi maosh davri olingan? Natijada pensiya necha so'mga o'zgardi? Demak, qayta hisoblash hamma ishlovchilarga avtomatik va bir xil miqdorda qilinadigan jarayon emas. Buning muhim shartlari bor. Ish rasmiy bo'lishi, staj va ish haqi tasdiqlanishi, ma'lumotlar tizimda to'g'ri aks etishi, pensiya turi va qonundagi tartib mos kelishi kerak. Kimdir ishlagan davri hisobiga pensiyasini oshirishi mumkin. Kimdadir esa hujjat yetishmagani yoki rasmiy maosh past ko'rsatilgani sababli natija kam bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman, kutib o'tirmang, o'z ma'lumotlaringizni tekshiring, ish beruvchingizdan aniqlik kiriting. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va har bir javobni hujjat bilan oling. Pensiya bu oddiy raqam emas, bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz natijasi. Agar sizda menga qayta hisoblash qilindimi yoki yo'qmi, ishlagan davrim qo'shilmagan bo'lsa, nima qilaman degan savollar bo'lsa, fikringizni izohlarda yozing. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ham pensiya, ish staji, hujjatlar va fuqarolarning haq-huquqlari bo'yicha eng muhim mavzularni sodda tilda tushuntirib beraman.